Assalomu alaykum. Mana bugun O'rta qishlog'ida darishona taomi tayyorlandi. Mana mahalla oqsoqollari, oshpazlarimiz bilan birgalikda bu taomni har yil mana chillasi chiqarish yakunlanish arafasida tayyorlaymiz. Butun qishlog'imiz ahli keladi bu yerda. Qish bo'yi sog'liqib, zahmat, horib chiqqan mana butun yosh yalanglar, qarilarimiz, eskidan qolgan bir udumlarimiz bor. Ilig uzildi deydi. Endi shu ilig uzildi vaqtida bir darmondori sifatida bug'doydan va go'shtdan tayyorlangan eng kuchli taom, kaloriyalar kuchli. Mana Xolbekjon qishlog'imizda mana shu taomni bir necha 10 yillardan beri o'zi tayyorlab keladi. Master class desak ham bo'ladi endi bu taom bo'yicha yildi xizmatida mana mahalla oqsoqol mana Yildarjon ham tuni bilan tinmasdan yigitlarni o'shaga yig'ib tashkil qilib mana shu taomlarni tayyorladi. Bu endi bir an'ana sifatida mana 2-3 ming yildan beri davom etib kelayotgan bo'lsa, mana yoshlarimiz bu tomonda mana mazza qilib yoshlar futbol o'ynayotibdi. Qarilar mana bir-birlarini ko'rmagan onaxonlar, otaxonlar bugun bir dildan yarib suhbat qilyapti. Bunday taomlarni tayyorlanishi bejizga emas, bu yoshlarni, xalqni bir-biriga yanada birlashtiradi, jipslashtiradi. Endi mana shu sekin jarayonlar davom etaverib, buyog'i Navro'zlarga ulashib ketaveradi. Oqsoqol bu mana taomlarimiz shirin bo'libdi. Oshpazga ham rahmat aytamiz, Xolbekjonga ham. Mana shunday yildi xizmatini qilaversin. Yaxshi kunlarimiz mana shunday ko'p bo'laversin. Doim elimiz boy bo'lsin, yigitlarimiz, to'ylar ko'p bo'lsin yilda. Yurtimiz tinch bo'lsin. Tinch yurtda mana shunday farovon kunlar, yaxshi kunlar tativeradi. Bugun mana shu tashrifga hamma rahmat aytamiz. Bundan ham oshpazimiz Xolbekjon shirin taomlar tayyorlab beraversin. Yilda xizmatini qilishdan charchamang. Mana bugun darvishona taomimizni tatib ko'ryapmiz. Juda bir ajoyib zo'r taom bo'ladi. Ochiq tabiat qo'ynida ana qushlar sayrab turibdi, qarg'alar. Hozir piyozlardan qo'yib. Bismillah. Taomi juda ajoyib. Bu albatta hammaga quvvat bo'ladi, kuch bo'ladi. Yangi bahor kirib kelgan paytda o'sha qishdan chiqib oldik, bo'ldi, endi bu yog'i ko'klamga yetdik deb darvishona taomi tayyorlash va ochiq dalada tabiatda birgalikda o'tirib yeyish urf bu. Asl bo'lsa armiyani saqlamoq tugatib kelsa, soldatga pul beraman. Yaxshi guruhlar bor ekan.